Alo. Konuşun. Ha, konuşun. Konuşun. Voy onasi. Voy, aka, xayolida yuribsiz. Buncha xayollamasangiz, yuralarim qon Siz aytgan noyob narsalarni topguncha esim ketdi. Voy, topdingizmi? Voy, o'zimni yerimda. Topdim. Voy. Voy, aylanib ketyapsiz-da. Hammasini topdingizmi ya? Hammasini topdim. Biz uchun qiynalmasangiz. Bo'pti. Biz arzimaymizmi? Qiynalishingizga. Arziysiz, onasi, arziysiz. Qani, toping. Mashinada biroz nafasimni rostlay. Mashinada? Suda quying. Ha, mana hozir-da. Mana hozir. Oling, ichib olingizda-kina. Xo'sh, nimalarni topdingiz? Fransuzcha duxini topdingizmi? Topdim. 45 so'mligidan? O'sha 45 so'mligidan fransuzcha duxi ham topdim. Yaxshi. Ana amerikanskiy ko'ylakni topdingizmi? Yo'q, finiski topdim, finiski. Tavba, men aytdim sizga amerikanskiy. Endi bu ham yomon emas edi. Ba'zida o'zi ikkita qolgan ekan, bittasini menga berdi. Yaxshimi ish qilib? Juda ham zo'r. Mana endi hamma narsangiz bor. Lamangiz bor. Pisok ko'ylagingiz bor. Ana. Bildur qandillar bor. Bor. Yugoslavskiy mebellar. Mana gostinniy. Kuxniy. Spalniy. Stolovoy. Hamma narsa bor. Yomonmi, juda ham yaxshi. Yaxshi, lekin shu onasi kelgan mehmon shu bir oyog'ini ko'tarib yuradimi deyman-da bu uyda. Lekin endi qo'rqmasdan hamma dushmanlarimni ham chaqirsam bo'ladi. Onasi, sizda dushman nima qiladi? Ana u birinchi etajdagi mamlakatxonmi? Ha, de. Qo'shin. Hay dadasi. Tabii. Kecha bilasizmi nima gap bo'ldi? Nima bo'ldi? O'sha mamlakatxonning qo'shnisi-chi? Ingliz tili o'qituvchisi. Ko'zoynakchi. Ha, bo'ldi. O'sha mamlakatxonga aytganmish. Shu Tannosxonning hamma narsasi bor-u, bitta konshini yo'q deganmish. Konshin? Konshin. Nima ekan u? Qayerda? Men sizdan so'rashim kerak. Nima u? Konshin. Men ham bilmadim, qanaqa narsa ekan. Shu menimcha-chi, shu bir importning allambalo bir narsa bo'lsa kerak-ku. Shu menimcha konshin. Qarang, eshiting, konshin. Yaponskiy bir narsa bo'lsa kerak. O'zi kerak. Ha, yaponskiy narsa. Yo'q, topish kerak. Topasiz taptoqiligi, topasiz shumoli nima ekan? Konshin. Ba'zida bo'lsa kerak. Topdiqlakangiz, qidirgan narsasini topmay qo'ymaydi. Bayramgacha topirsa yaxshi bo'ladi. Yerni tagidan bo'lsa ham topaman. Tamom. Yaxshi. Temirni qizig'ida bos deyshadi. Xo'sh, hozir men shu bazaga telefon yon qiling. daftar olay. Hozir. Xo'sh. Xo'sh. Gon. Bir yaponskiy narsa. Konshin. Alo? Badalxo'ja? Senmisan? Salom. Men topdiqlagayman. Konshin. Maqsadga o'ting. Konshin bormi? Konshin. Ha, birorta noyobroq buyum bo'lsa kerak-da. Birinchi eshitishim. Shunaqami? Hali ba'ziga kelmadimi bu narsa? Shunaqa degin. Mana qara, agar mabodo kelib qolsa, shundan bitta olib qo'ygin biz uchun. Tannosxon kelning ham xursand bo'ladilar-da. Ha, bir joyga yozib qo'y, esingdan chiqmasa. Konshin. Hop, sog' bo'lgin. Hop. Yo, topdiqlagan shu konshin deganichi, shu nazarimdachi shu katta narsa bo'lsa kerak. Qani bo'ling. Keling. Bo'sh. Mana shu divanichi u xonaga olib chiqib qo'yamiz. Bu yerni ozgina bo'shatib, konshinga joy ajratamiz. Qani ko'taring. Bo'ling, vaqt o'tkazmang. Avval olaylik bu konshinni. Bu qanaqa razmerda? Kattami, kichikmi? Ana unga qarab keyin birorta joy ajratamiz. Doim shunaqasiz. Siz o'ylagunizcha hammasi bu konshini ilayib ketadi. Biz esa
beramiz. Shu xotinlar bir narsaga yopishdimi, shuni ustidan chiqmasdan qo'ymas ekanda. Shoshmang, hozir haligi mashinaga kalteslar chiqmasin. Buni hozir bazani xo'jayiniga, eng katta xo'jayiniga telefon qilaychi. Mana bu boshqa gap. Alo? Jumajmaych. Salom. Men qulingiz top qulmanda. Sog' bo'ling, ahvollaringiz yaxshimi? Salomatlik yaxshimi? Rahmat, bola chaqalar, keldi ham, hammasi tinchmi? Bizdan salom aytib qo'ying. Qo'shin. Haligi bu sizni bazangizga haligi Konshen degan bir haligi buyum keldimi? Ha. Birinchi eshitishimdek. Mabodo Jumajmaych. Shu aytib bermaysiz, mabodo kelib qolsa shundan bitta biz uchun olib qo'ying. Ha? Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p. Yurda ham yo'q deng. Ba'zida ham yo'q. Qiziq. Lekin biz albatta topamiz. Topmasdan qo'ymaymiz. Topdi qulaka. Mamlakatni o'ziga telefon qilaylik. Ingliz tilini o'qitishda so'rab beradi. Qaysi ba'zidan olgan ekan? O'sha Konshen degan mualla. Alo? Mamlakatxon? Bu men. Nima? Tanishxon, qo'shningiz. Haligi shu sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Ya'ni yon qo'shningiz bor-ku, ingliz tili o'qituvchisi. Kecha shu Konshen degan mol haqida gaplashib turuvdinglar. Yo'q. Shu sizdan so'ramoqchi edim. Shu Konshenni qaysi bazadan olgan ekan? Nima? Konshen mol emas? Konshen? Inglizchada vijdon degan so'z? İngilizce vicdan degani? Tövbe. Vicdan bazada yo'q-da. Bo'lmasa, uni ham topardim.